Yangiobod tumanidagi Xayr-Xavotog' sanatoriyasi qator yillardan beri el salomatligi yo'lida aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatib keladi. Sihatgohning bugungi imkoniyatlari davolanish istagidagi yurtdoshlarimizning sevimli lokatsiyalaridan biriga aylanib ulgurgan desak xato bo'lmaydi. Tana tetik, ruhiyat sog'lom bo'lishi uchun albatta har bir inson o'z vaqtida hordiq chiqarishi, kerakli tibbiy muolajalarni olishi zarur bo'ladi. Shifobaxsh suv, go'zal tabiatga ega oromgoh va sihatgohlar insonlar dardiga darmon, ko'ngliga huzur bag'ishlaydi. Jumladan, Yangiobodning Xavotog' qishlog'i o'zining geografik joylashuviga ko'ra musaffo tabiati, shifobaxsh madanli suvi bilan mashhur. Mazkur qishloqda joylashgan Xayr-Xavotog' sanatoriyasi madanli suv va fizioterapevtik muolajalar yordamida aholiga tibbiy xizmat ko'rsatadi. Sanatoriyamizda asosan 10 dan ortiq kasalliklar davolaniladi. Misol uchun, yurak-qon tomir kasalliklari, oshqozon ichak yo'llari, qandli diabet, qon bosimi, bo'g'in og'riqlari, suyak harakat tayanchlari, asab kasalliklari, ginekologik va urologik kasalliklar hamda teri tanosal kasalliklari shu sanatoriyamizda 20 dan ortiq fizlecheniyalar bilan davolaniladi. Asosan bu yerda mineral suv yer ostidan 1336 metr chuqurlikdan 3 atmosfera bosimida chiqib keladi. Tarkibida 18 xil elementlari bor. Bular asosan o'sha sizga sanab o'tgan kasalliklarimni davolaydi. Eng muhimi bu yerda yaqin 100 kilometr radiusda zavod, fabrika, shunga o'xshash har xil turdagi havoni zararlaydigan ortiqcha narsalar yo'q. Shu sababdan bu yerda dam olgan insonlar maroqli va mazmunli dam olib, davolanib ketishyapti. Endi sharoitlarga to'xtalsak, sihatgoh 82 o'ringa ega. Dam oluvchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Shifobaxsh suv, hammom parafin va balchiq, davolovchi massaj, fitobochka, fin hammomi, tuz g'ora, fitobar kabi 20 ga yaqin fizioterapevtik muolajalar dam oluvchilar uchun tashkil etiladigan madaniy ma'rifiy tadbirlar salomatlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ko'rsatilayotgan bu kabi tibbiy xizmat sharoitlar sog'ligini tiklash istagidagi keluvchilarni mamnun etmoqda. Mana ziyorat oiladan birida biz o'tirib mana Xudoga shukr. Muolajalar ham yaxshi, yeyish-ichishlarimiz undan yaxshi. Storimizda har doim qo'l meva, 4 xil 5 xil assortiment bo'ladi. Havosi toza, tinch. Sanatoriyada 1320 metr chuqurlikdan suv chiqib, bu suvni yurak qon tomir asab buyrakni tozalash, oyoq, qo'l, bo'g'in kasalliklari, hattoki qandli diabet kasalliklari, ayniqsa insult, infarktdan keyingi davolanishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan 18 xil moddasi bor suv bizni qiziqtirib qo'ydi. Sanatoriyaga respublikamizning turli hududlaridan keluvchilar ko'p. Ayniqsa Nuroniy otaxon va onaxonlar tabiat quchog'ida bo'lib, mazmunli hordiq chiqarishga oshiqadilar. Bu orqali eng katta boylik sog'liklarini mustahkamlashadi.